Ismim Suhrob va o'sha tunda nima bo'lishini bilganimda qaytib umuman jonli efir qilmasdim. Butun bir hafta TikTok'dagi bir trendni olish maqsadida biz bir yaxshi joyni topgandik. Bu yer tumanli va yomg'irli edi va bu TikTok trend uchun juda ham ajoyib manzara edi. Bu yerdan qo'rqinchli ovozlar kelardi, atrof tuman va oldimizdagi ko'l jigarrang. Jonli efirni uladim va unga tayyormisan deb aytganimda, u agar biror ahmoqona gap gapirib qo'ysam, uni kesib tashla dedi. Uzun ko'prik bo'ylab yura boshladik va to'g'rimizdagi lampa xuddi o'chayotgan shamga o'xshab o'chib yonib turardi. Odamlarga bu atrof muhit yoqardi. Bir necha soniyalarda bizda minglab, yuz minglab ko'rishlar soni ko'payib ketdi. Odamlar kommentariyalar bildirishardi va layklarni bosishardi. Miyaga kamerani tutganimda u menga qarab jilmayotgandi. Ammo men video olib bo'lishimni tugatmasimdan orqamda bir sharpani his qildim. Uzun bo'yli va sovuq nafasli bir kimsa edi. Riya baqirib yubordi va orqadagini ko'rsatdi. Men unga qaraganimda jigar kiyim kiyib olgan va hech nimasi yo'q edi. Biroz qo'rqib ketganim uchun telefonni pastroqqa tushirib olgandim va u erkakka kechirasiz, sizni tanimadim deb aytgandim. U biz tomonga bir qadam yaqinlashdi. Uni oyoq kiyimi juda ham ho'l edi, xuddi dengizdan chiqqanga o'xshardi. U qo'rqinchli va yupqa ovozda hamma qo'rqinchli narsalar tuman ortidan kelib chiqadi dedi. Riya qo'rqib ketgandan meni qo'limni ushlab olgandi. Uni qo'li juda ham sovuq edi. Meni bir qo'limda jonli efir davom etardi va men uni videoga olishda davom etdim. Odamlar to'xtamasdan fikr bildirishar edi. Bu g'alati, ya'ni bu erkak hech qayerdan shunchaki paydo bo'lib qoldi. Bu odatiy holat emas, deyishardi. Shunda u Riyaga qarab gapira boshladi. Sen ham bu yerda bo'lishing kerak edimi? Menimcha sen bu yerda bo'lishing kerak emas edi. Riya menga Suhrob, tezroq keta qolaylik dedi. U esa bizga sekin robotga o'xshab qo'lini qimirlatardi va bu do'stona emas edi. Ko'zini hatto pirpiratmagandi ham. Orqamizga qaramay chopdik va meni qo'llarim shu daraja qaltirar ediki, hattoki mashinani zo'rg'a boshqardim va Riya mendan so'radi, bu kim edi? Menimcha shunchaki bir o'rmonchi bo'lsa kerak dedim. Ammo bu gapga na men, na Riya ishonardi. Uyga 20 minutlarda yetib keldik. Hamma eshik, oynalarni yopdik. TikTokdan esa shunchaki xabarlar kelishdan to'xtamas edi. Odamlar oldingidan ham ko'proq gapirishayotgandi. Odamlar izohlarda oxirgi 50 soniyani ko'r, bu hazil emas edi. U dengizdan yurib chiqdi. Politsiyaga qo'ng'iroq qil deb aytishardi. Odamlarning gaplariga quloq soldim va efirni qaytadan 50 daqiqasini ko'rganimda orqamdan bir sharpa dengizdan shunchaki bir nima juda ham tez o'sib ketgani kabi o'sib chiqqandi. Riya buni ko'rib shunchaki shokda edi va menga bu yoqmayapti Suhrob deb aytdi. Shunda 11:45larda bizning eshigimiz qo'ng'irog'i jiringladi. Birozdan so'ng eshik taqillay boshladi. Riya bunga javob bermaslik kerak deb aytdi. Men juda ham qo'rqib ketgandim va birozdan so'ng bu politsiya, eshikni oching degan ovoz keldi. Riya qo'rqqandan devorga suyanib olgan edi. Shunda men eshikni ochdim. Ular, ya'ni politsiyachilar juda ham jiddiy ko'rinishardi. Shunda bittasi mendan sen hikoyachi Suhrobmisan deb so'radi. Men ha albatta deb javob berdim. Ular tezda o'tgan efirni ko'rishimiz kerak deb aytishdi. Riya meni qattiq ushlab olgan edi va politsiyachilardan nimaga deb so'radi. Shunda kattasi aytdiki, u erkak psixlar kasalxonasidan qochganini aytdi. Odamlar uni oxirgi marta ko'lda ko'rishgan ekan. Men juda ham qo'rqib ketgandim va u kasalxonadan nimaga qochgan deb so'radim. Politsiyachilar aytishi bo'yicha u biz jonli efir qilishimizdan 2 soatcha oldin 2 ayolni o'sha ko'l yonida o'ldirgan ekan. Shunda bir politsiyachi, sizlar jonli efirga chiqqaningizda men bu haqiqatdan ham o'sha erkakligini tezda payqadim deb aytdi. U meni juda ham qo'rqitib yuborgandi va men ishonchingiz komilmi deb so'radim.
Ofitser omonmisizlar deb so'raganida men ha dedim, ammo tizzam shu daraja qaltirardi. Riya esa ovoz chiqarmasdan yig'lab yuborgandi. Biz hech nimani bilmasligimizni u shunchaki paydo bo'lib qolganda biz bir-birimizni qo'yib yubormasdik, chunki juda ham qo'rqib ketgandik. Har safar chiroq o'chib yonganda men uning yuzini yaqqol esirardim. Men unda yuzlab qiyofalar bor deb o'ylagandim. U yana kimlarnidir o'ldirmoqchi. Bir narsani eslardimki, u bizga gapirib turganida qo'lini qashlardi. Qorong'uda qo'li uncha ko'rinmas edi, ammo u tinmay qashlardi. Bu qonmi? Manimcha siz allaqachon javobni bilasiz. Men ofitserdan uni jinoyatlari haqida so'raganimda, ofitser shaharda uning hech kimi yo'q deb aytdi. O'tgan yili bir marta Halloween'da ko'ringan edi va u ko'rinishi bilan bir odamni shunchaki o'ldirib ketgandi. Biz haliyam tirikligimizdan juda ham xursand edim. Qaytib jonli efir qilmaslikka qaror qildim va men ikkita yosh oilani ko'rdim. Ular video olib YouTube'ga joylashayotgan edi. Agar TikTok'ga trend olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki xavfsiz joyni tanlang, chunki qo'rqinchli joyda qo'rqinchli shaytonlar bo'ladi.